Davom etamiz. Gullar shahri Namanganda 65-marotaba o'tkazilayotgan Xalqaro gullar festivali oldidan keng ko'lamli tayyorgarlik ishlari amalga oshirilmoqda. Yildan yilga yuksalib borayotgan Xalqaro gullar festivali nafaqat mamlakatimizda, balki jahon miqyosida ham o'ziga xos brend darajasiga ko'tarildi. O'zbekistonning eng yirik va mashhur xalqaro madaniy bayramlardan biriga aylangan xalqaro maqomga ega gullar bayramida turli davlatlardan mehmonlar va ishtirokchilar ham qatnashadi. Muxbirimiz Umida Qo'shoqova ushbu nufuzli festivalga hozirlik jarayonlari haqida so'z yuritadi. Namangan viloyatida har yili may oyi yakunida an'anaviy tarzda gul bayramiga start beriladi. Dastlabki yillarda 1 kun, 3 kun va 1 hafta, hatto 1 oy nishonlanib kelinayotgan bo'lsa, bu yil 50 kunga mo'ljallangan mazkur tantanaga namanganliklar katta tayyorgarlik boshlab yuborganlar. Qolaversa, eng muhim jihatlardan yana biri 2026-yilgi gul bayramini tarix zarvaraqlariga muhrlash maqsadida 1 oy davomida jamoa tomonidan ekilgan eng ko'p gullar nomi ostida Ginnesning rekordlar kitobiga kiritilishi rejalashtirilgan. Buning uchun asosiy maydon va uning atrofiga 150 ming tup gul ko'chatlarini ekish nazarda tutilgan. Hozir Ginnesning rekordlar kitobiga kiritish bo'yicha juda katta komanda ishlayapti. Bu yilgi o'sha Ginnesning rekordlar kitobiga kiritish bo'yicha biz muzokaralar olib bordik. Bu bo'yicha o'sha 20-apreldan demak biz aytaylik, ya'ni da'vogar sifatida ro'yxatga olindik va 20-apreldan kunlik mana shu gul ko'chatlarini ekish, demak 3 ta bog' va uni atrofidagi gul ko'chatlar sanog'i olib borilmoqda. 24-may kuni start berilib, 12-iyulga qadar davom etadigan gullar bayrami tantanalarining asosiy qismi o'tadigan Zahiriddin Muhammad Bobur nomidagi viloyat istirohat bog'i anvoyi gullarga burkanmoqda. Qolaversa, shahar ko'chalari va xiyobonlarda ham gul ekish, ajoyib landshaftlar yaratish ishlari davom etmoqda. Bayram tantanalari doirasida har yilgidek mehmonlarga manzur bo'ladigan konsert dasturlari, turli musobaqa va tanlovlar o'tkazilishi ham rejalashtirilgan. Xullasi 65-marotaba yubiley tarzda o'tkazilishi rejalashtirilgan gullar festivali chin ma'noda bugun yerlarga ekilayotgan chechaklar betakrorligi ila mezbonlar va mehmonlar yodida shodiyonalarning zavqi va shavqi ila katta taassurot uyg'otishi aniq. Umida Qo'shoqova, Zamon informatsion dasturi uchun Namangandan.